mashinani sevuvchilar uchun bomba ma'lumot. Eng ko'p sotilgan 2025-yildagi avtomobillarning uchligi. Sizlar hayron qolasizlar. Birinchi o'rinda kimligini tasavvur ham qila olmaysizlar. Oldin sizni bir tabriklab qo'yaylik. Avto biznesmen nima edi ma'lumoti? Avtobiznes assotsiatsiyasi tomonidan Choyning qopqog'i Sherzodbek Jalolov yilning eng yaxshi avtoblogeri deb topildi. Dadadadan battar bo'ling. Kattakon rahmat. Demak, 3-o'rinda O'zbekistonda eng ko'p sotilgan avtomobil. BYD Song Plus Champion gibrid komplektatsiyasida 7300 dan oshiq sotilgan. Ikkinchi o'rinni Abdurahmon akam juda yaxshi ko'radi va yaxshi biladi. Ikkinchi o'rinni O'zbekistonning avtomobil bozoriga portlab kirib kelgan, xalqimizning sevimli mashinasiga aylangan Kia Sonet avtomobili. Endi birinchi o'rinda aytishdan oldin bitta yurechani qizartirib qo'ying. Qizartirdingizmi? Ana endi buni albatta videoni kimga jo'natib qo'yamiz? Ko'pchilik sog'ina biladi ya. Mana nima edi? Voy, voy! Nechta bo'ldi? Aka, 129 mingdan 3-4 ta kam bo'lib qoldi. 129 ming endi bu Qozog'iston, Rossiyalarga eksportlar bilan ko'pchiliklar. Bugun sening kuning, sening bugun kuning. Kuch. Demak, jo'natish kerak. video yoqqan bo'lsa, albatta yurechani qizartirib qo'ying. Bu videoni kimga jo'natamiz? Ko'pchilikga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmanglar.